Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdaq Hacı Roza Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü İslaq 2020 yıl 10. ayının 8. günü hafta Perşembe. Vaziyet doğrusu da aysa, qandaqda armiya yoki qo'mondonlar va yoki davlat mudofaasi o'ttirisida shundaq chaqchaq bo'lamdi yoki po'chilik, nochilik bo'lamdi bilolmadim. Tunugillati Hindistonning davlat mudofaa ministri nima dedi desangiz, 15 minut ichida Jungoning 100 ming kishilik chegara saqlab o'tgan qo'shinlarni 100 ming kishilik qo'shinlarni avvalgi xabarda shundaq deyilgan 100 ming kishilik deb qo'shinlarni 100 kilometr chekindirman deydi. Siz tahlil qilib bakın 15 minut ichida 100 kilometr chekindirish degan bu chekinadigan armiyalar aeroplan qo'ltirib chekinamdi va yoki tank mashinalarini haydab chekinamdi, bu qaltis gap. Shunda po otdi deyli, lekin bu ish ishqilib Hindiston davlat mudofaa ministerining Jungo Hindiston munosabatida qat'iy qarorga kelganligini va shundaq niyatga kelganligini isbotlab berish kerak. Vaziyat shu, hurmatli vatandosh. Endilikda sizlarga so'zlaydigan leksiya mundaq. Mavzu mundaq. Prezident Trump bundaq e'lon qildi. Amerika xalqi prezident muomalasida kutib olinadi. Yuqumli virusning dorisi haqsiz tarqatib beriladi deb ko'rsatdi mavzuli xabar 10 ayning 7 kuni Erkinlik vaqt gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. O'tgan hafta salomatligi yoki o'sha haftaning dushanbasida salomatligi asli kelgan prezident Trump bugunlardan Oqsaroydagi ishxonasiga qaytib kelib, Amerika xalqiga ekranda nutq so'zlab, ko'pchilik kishilar prezident darajalik davolashga erishishlar. Davlat sizlarga dori-darmokni haqsiz tarqatadi deb ta'kidladi. Yana qayta sharhlab buning hammasini jonga keltirib chiqadi. Masalan, kasal yuqish, yuqumli kasal bo'lish degan mushlarning hammasini jonga keltirib chiqar. Jongoning xatosi dedi. Va Jungo o'zining qilgan atkanlarga intayin eg'ar badal to'laydi deb ko'rsatdi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump. Prezident Trump bugun Twitter'ga bir parcha film qo'yib berib, so'zni chaq-chaq bilan boshlab, sizlar meni kutib oldinglar yoki sizlar meni tonib oldinglar deyman. Men sizlarning eng suyumli prezidentinglar. Men o'zimning ishxonasiga amon kishini shodlantiradigan ishxonamga qaytib keldim. Ciddi vaqtda biz Amerika fuqarolarini haqsiz dori bilan ta'minlaymiz. Yaşanğanlar bu doğruğa tezlik bilan erishadi deb ko'rsatdi. Prezident Trump ekranda eng oxirida Jungoni tanqidlab mundaq dedi. Buning hammasi Jungoning xatoligi. Bular, ya'ni Jungo Amerikaga va butkul dunyo oldida qilganlari, atganlari uchun eg'ar badal to'laydi. Jungo bu nuqtani esida tutishi lozim. Yana bir xabar, hurmatli vatandosh. Prezident Trump atakaga o'tdi. Amerika Tayvan diplomatik munosabat o'rnatishi 10 oydagi mo'jiza bo'lib qolamdi. Mavzuli xabar, mo'jiza bo'lib qolamdi. Xi Jinping urush qilamdi. Mavzuli xabar 10 ayning 7 kuni Dunyo gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Janubning Sahar gazeti Avstraliyaga Griffith Universiteti xalqaro munosabatlar professori Kayxning maqolasini e'lon qildi.
Maqalada mundaq ko'rsatildi. Agar Prezident Trumpning yana qayta prezident bo'lib saylanish ahvoli chekinaveradigan bo'lsa, xatarli shaxmat o'ynab Tayvanni diplomatik ravishda e'tirof qilib, urush davridagi prezident bo'lib siyosiy istiqbolni to'ldirishi mumkin. Lekin saylam natijasi 50 oydan qaraganda hozir kayinda qolmadi. Prezident Trump o'sal burroq yozilgan maqola bo'lsa kerak. Maqolada Amerika Tayvan munosabati haroratining o'rlayotganligi tilga olindi. Prezident Trumpning Tayvanga qizg'in muomala qilishi aniqki, o'zining Jungoga qattiq qo'l siyosat yurgizadigan obrazini yaratishdan iborat. Jungoga qattiq zarba berish Amerika siyosiy yo'llarining qo'llig'ichilarni uyushtirishga yordami bo'ladi. Prezident Trump nəhayət kəskin tanlash bilan vaziyatni o'zgartirishi mumkin. Diplomatiya jihati Tayvanni e'tirof qilishni chetga qoqqili bo'lmaydi. Bundaq ahvolda 10-oyning eng zo'r, 10-oyda yana bir eng zo'r mo'jiza yuz berdi. Tayvan mustaqil bo'ladigan bo'lsa, Jungo Kompartiyasi hukmronligining Jungo qonunliq hukmronlikka tahdid, Jungoda qonunliq hukmronlik qilishiga tahdid elib keladi. Jungo Kompartiyasi deydi, Jungo hukmronlik qilish qonunliq hukmronlik deydi. Endi buningga tahdid elib keladi. Nima? Tayvanning mustaqil bo'lishini e'tirof qilish. Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatish. Reis Xi Jinping'e bir meydan urush qilmoqdan boshqa yo'l qolmaydi. Tayvan masalasi shu hamon harakat paydo qiladi. Prezident Trumpni urush davri prezident bo'lishga tegishli huquq va martabaga ega qiladi. Tayvan masalasi.